Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Hozir sizlar bilan mikrobiznes o'yinida to'ldirilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar haqida tanishtirib o'taman. Diqqat qilib, ishtirokchining qo'llanmasini e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Hurmatli o'quvchilar, mikrobiznes o'yinining ishtirokchilar qo'llanmasida savdo prognozi taxminiy deb yozilgan ma'lumotlarni diqqat qilib o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, quyidagi jadval, ya'ni savdo prognozi taxminiy apelsin jadvalini o'rganib chiqib, xaridorlar sonini aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, pastdagi jadvalda savdo prognozi taxminiy ananas deb yozilgan jadval bor. O'yinimizning birinchi turida biz sizlar bilan bu jadval asosida o'ynay olmaymiz, chunki bu yerda birinchi tur mavjud emas deb belgilangan. Biz sizlar bilan ikkinchi turda ananas sokini ishlab chiqarish bo'yicha o'yin o'ynaymiz. Shuningdek, hurmatli o'quvchilar, diqqatingizni ta'minotchi xarajatlar hisobi degan ma'lumotga qaratishingizni so'rayman hamda diqqat qilib o'qib chiqishingizni so'rayman. Shuningdek, ma'lumotlarning tagida jadval ko'rsatilgan. Bu jadvalda siz ta'minotchi xarajatlarni hisoblash apelsin jadvalini o'rganib chiqib, bu yerdagi amallarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, ananas ta'minotchi xarajatlarni hisoblash jadvalini ham o'rganib chiqib, ikkinchi turdan boshlanadigan o'yinga ushbu ko'rsatkichlarni hisob-kitob qilib chiqishingiz so'raladi. Hurmatli o'quvchilar, keyingi bosqichda daromad hisobi haqidagi ma'lumotlarni diqqat qilib o'rganib chiqib, daromad hisobi apelsin jadvalini hisob-kitobini qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shuningdek, daromad hisobi ananasning ham hisob-kitobini ko'rib chiqib, ushbu jadvalda aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Umumiy daromad hisobi esa o'yin davomida sizlarga ko'rsatib o'tiladi hamda tegishli tartibda ushbu joyda ham kerakli amallar bajarib boriladi. Hurmatli o'quvchilar, mikrobiznes o'yinini birinchi turini boshlaymiz. Buning uchun ishtirokchining qo'llanmasidagi ushbu jadvalga qarashingizni so'rayman. Bu o'yinda avval ham sizga ma'lumot berilgandek, pullarning, ya'ni kula tangachalarning qayerga joylashtirilishi aks ettirilgan. Demak, ushbu jadvalda kulyada boshlang'ich mablag' naqd pul 200 kula. Bu pullarni biz sizlar bilan mana joylashtirdik. Xaridorlar puli 1400 kula. Mana biz sizlar bilan mijozlarning puliga 1400 kula joylashtirdik. Bank kreditlari 200 kula. Bu tangachalarni ham biz sizlar bilan bu yerga joylashtirdik. Hamda sarmoya 100 kula. Sarmoyani ham 100 kula qilib biz sizlar bilan mana shu joyga joylashtirib qo'ydik. Hurmatli o'quvchilar, o'yin maydonida o'ynaladigan kartalar, voqea kartalari, natija kartalari, stikerlar, bo'sh konteynerlar kerakli joylarga joylashtirib qo'yilgan. Hurmatli o'quvchilar, demak biz sizlar bilan o'yin o'ynashga shay turibmiz. Hozir endi sizlar bilan biz mikrobiznes o'yinini ikkinchi turdan boshlashni davom ettiramiz. Hurmatli o'quvchilar,
Demak, ishtirokchining qo'llanmasida tur 2 deb belgilangan joyda biz sizlar bilan birinchi mavsum, ya'ni apelsin ishlab chiqarish bo'yicha, apelsin sharbatini ishlab chiqarish bo'yicha ko'rsatilgan ma'lumotlarni diqqat qilib o'qiymiz. Bu yerda ikkita variantdagi ma'lumotlar aks ettirilgan. Siz ushbu ma'lumotlarning birinchi yoki bo'lmasa ikkinchi variantini jamoangiz bilan kelishilgan holda tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, ishtirokchining qo'llanmasidagi birinchi mavsumdagi ma'lumotlarni o'yin maydonida aks ettirganingizdan so'ng siz voqea bir kartasini olib, jamoangiz bilan diqqat qilib o'qib chiqishingiz talab etiladi. Shuningdek, natija bir kartasini ham o'qib, uning ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishingiz shart hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, avval ham sizga ma'lumot berilgandek, o'yin maydonining eng tagida, eng pastki qismida o'yinni amalga oshirish bosqichlari ko'rsatilgan. Demak, sizlarga voqea va natija kartasi berilgandan so'ng siz 6-bo'limdan boshlab, 6-bosqichdan boshlab ketma-ketlikda barcha topshiriqlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Keyingi o'rinda ikkinchi turning ikkinchi mavsumi bo'yicha o'z jamoangiz bilan barcha ma'lumotlarni diqqat qilib o'qib chiqib, tegishli variantlarni belgilab, ularni ta'sirini ham amalga oshirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Barcha amalga oshirilayotgan topshiriqlaringiz o'yin maydonida aks ettirilishi kerak bo'ladi. Shundan so'ng sizga voqea 2 kartasi beriladi. Voqea 2 kartasini diqqat qilib o'qib chiqib, siz jamoangiz bilan kelishilgan holda variantlardan birini tanlaysiz. Shundan so'ng sizga natija 2 kartasi beriladi hamda tanlagan variantingizda natija 2 kartasining orqa tomonida o'qib, ularning ta'sirini ham, demak, o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi.